Internetda murtadlik haqida bir maqola ko'rdim. Unda aytilishicha, dinni tark etgan odam o'lim jazosiga mahkum ekan. Xo'sh, Bu juda hayratlanarli, chunki nasroniylikda bunday jazolar asosan o'rta asrlarda qo'llanilgan. Hozir esa yo'q. Islom dinida ham hozir bunday jazolar mavjud emasligini bilaman. Lekin shunchaki tushunib olmoqchiman. Birinchidan, nima uchun bunday qonun mavjud? Ikkinchidan, hozirgi kunda ham bu qonunni oqlovchilar bormi? avvalo bir narsani aniqlashtirmoqchiman, chunki siz nasroniylik haqida gapirdingiz. Xristianmisiz yoki yo'q? Xristian emasman, lekin dinga qiziqaman. Tushunarli. Xo'sh, xristianlik haqida gap ketar ekan, bu o'rta asrlarda amalga oshirilgan yoki oshirilmaganligi alohida masala. Lekin bu Injilda, xususan Tavrotda ochiq oydin bayon etilgan va bu hatto islomda aytilganlardan ham qat'iydir. Chunki Tavrotda aytilishicha, agar akang, ya'ni onangni o'g'li yoki umuman olganda kimdir seni boshqa xudolarga sig'inishga undasa, avvalo sen unga qo'l ko'tarmog'ing lozim. So'ngra butun jamiyat uni o'ldirishi kerak. Islomda bu haqida hech narsa aytilmagan. Chunki islomda jazo shaxslar tomonidan berilmaydi. Agar mendan murtadlik qonuni yoki islomdagi boshqa jazolar haqida so'rasangiz, bizda bu uchun alohida hudud atamasi bor va bu faqatgina islomiy davlat tomonidan rasmiy sud jarayonidan so'ng qo'llaniladi. Biror bir shaxs bu jazoni o'zicha amalga oshira olmaydi. Shu sababdan hech kim meni boshqa xudolarga sig'inishga chorlading, shuning uchun seni o'ldiraman deya o'z bilganicha harakat qila olmaydi. To'g'rimi? Xo'sh, islomda murtadlik qonuni bormi? Ha, bunday qonun bor. Agar kimdir islomni tark etsa, u o'lim jazosiga mahkum qilinishi mumkin. 100% shunday. Bu payg'ambarimizning so'zlari hadisda ochiq oydin aytilgan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: Musulmonning qonini to'kishga, ya'ni uning hayotini olishga faqat 3 ta holatda ruxsat etiladi. To'g'rirog'i, musulmonning qonini 3 ta sabab bilan olishga ruxsat bor. Birinchisi, agar u odam o'ldirgan bo'lsa, qasos sifatida. Ikkinchisi, turmush qurgan holda zino qilsa. Uchinchisi esa o'z dinidan qaytgan va musulmonlar jamoasini tark etgan bo'lsa. Bu hadisda aniq ochiq berilgan. Nima uchun ruxsat berilgan? Bu savolingizga ham albatta javob beraman. Lekin avval biz bu qonunni tan olamizmi yoki yo'q, shuni aniqlab olaylik. Chunki ba'zi insonlar o'z dinlarini liberallashtirishga harakat qilishadi va ular sizga eshitishni xohlaganingizni aytadilar. Men sizga eshitishni xohlaganingizni aytmayman. Bugungi kunda odamlar bu haqda qanday fikrda bo'lishidan qat'iy nazar men sizga dinda nima deyilganini aytaman. Ya'ni islomga tegishli bo'lgan jarayonni tushuntirib beraman. Birinchi navbatda bunda qanday hikmat bor deb so'rashingiz mumkin. Bu juda oddiy. Agar siz islomiy davlatda yashasangiz, bu jazo faqat u yerda amalga oshiriladi. Ishonamanki, bugungi kunda islomiy davlatlarning barchasi bo'lmasa ham, lekin aksariyati bu qonunni qo'llamaydi. Chunki ular shariatni to'liq tatbiq etmagan. Barcha qonunlarga ham to'liq rioya qilinmaydi. Ba'zi jihatlarga amal qilishadi, ba'zilariga esa yo'q. Shuning uchun bugungi kunda butun musulmon olamida murtadlar bor, lekin hech kim ularga hech narsa qilmayapti. Deylik, bu yerdagi kimdir o'z dinidan qaytgan bo'lsa yoki men bilan bir dasturxonda o'tirganlardan biri bugun islomni tark etaman desa, hech kim ularga hech narsa qila olmaydi. Bu shariat davlati emas va aytganimdek, jazoni qo'llash huquqini faqatgina shariat hukumati o'z zimmasiga oladi. O'sha islomiy davlatda jamiyatni bog'lab turuvchi qonun mavjud bo'lib, bu qonun shariat qonunidir. Agar kimdir islom dinini tark etsa, u shariat qonunlarini inkor qilgan bo'ladi. Chunki bu Allohning qonuni ekanligiga ishonmaydi va boshqalarni ham bunga undashi mumkin. Faraz qilaylik, men shariat asosida boshqariladigan davlatda yashayman. Ushbu shariat davlati zinokorlik, fohishalik qilish, spirtli ichimliklar ichish mumkin emas va boshqa shu kabi taqiqlarni o'rnatgan. Endi tasavvur qiling, men ayollar bilan erkin aloqada bo'lishni xohlayman. Spirtli ichimlik ichishni xohlayman. Bularni taqiqlashga haqqingiz yo'q. Axir men diningizga ishonmayman deyman. Agar har kim o'z istaganini qiladigan bo'lsa, jamiyat ichida bo'linish va qarama-qarshilik yuzaga keladi. Masalan, men foizli iqtisodiyot bilan shug'ullanishni istasam, shariat bunga ruxsat bermaydi. Men esa bunga qarshi chiqaman va nega ruxsat yo'q deya e'tiroz bildiraman. Agar jamiyatda bir inson dinni tark etsa, boshqalarni ham bunga undashi mumkin. Bir inson tark etadigan bo'lsa, unga ergashadigan ikkinchi va uchinchi insonlar ham paydo bo'ladi. Yakunda esa ular Allohga ishonmaydigan guruh yaratib, jamiyatga qarshi isyon ko'tarish darajasiga yetishi mumkin. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Agar kimdir islomni tark etsa, unga qanday chora ko'riladi? Keling, qonunning qanday tatbiq etilishini ko'rib chiqamiz. Alloh ko'plab jazo turlarini belgilagan, lekin ularning barchasi ham qo'llanishi shart emas. Bu jazolar ko'proq jinoyatni oldini olish, ogohlantirish va jamiyatni tartibga solish maqsadida joriy qilinadi. Tasavvur qilaylik, biz islomiy davlatda yashaymiz. Musulmonsiz, lekin dinni tark etdingiz. Islomni tark etganligingizni qanday aniqlash mumkin?
Agar men sizga aytsam, Xuddi shunday. Bu yagona mumkin bo'lgan yo'l. Islomdan chiqdim deb aytmaguningizcha hech kim sizni islom dinini tark etganingizni bilmaydi. Chunki bu qalbdagi amaldir. Nimagadir ishongandingiz, endi esa ishonmaysiz. Toki siz buni oshkora e'lon qilmaguningizcha buni hech kim bilmaydi. E'lon qilsangiz bu sizning shaxsiy ishingiz bo'lib qolmaydi. Siz aytgan odamlar sizga ta'sir o'tkaza boshlaydi. so'z erkinligining nimasi yomon? Muammo yo'q. Bunga ham albatta to'xtalamiz. Biz so'z erkinligiga ishonmaymiz. Hozirgi kunda dunyoda hech qayerda, na Angliyada, na AQShda haqiqiy so'z erkinligi yo'q va tarixning hech bir nuqtasida ham bo'lmagan. Har bir jamiyatda tanqid qilib bo'lmaydigan, muqaddas hisoblangan narsalar bo'lgan va hozir ham bor. Har doim shunday bo'lgan. Musulmonlarning ham muqaddas hisoblangan narsalari bor. Ma'lum darajada, shundaymi? Kechirasiz? Ya'ni erkinligingizdan qanchalik darajada foydalana olishingiz. Ha, to'g'ri. Buni kim belgilaydi? Inson nima qilishi yoki qilmasligini yaratuvchi belgilaydi deymiz. Chunki bunga sabab bor. Oxirat mavjud. Musulmonlik nuqtai nazaridan nima uchun bu dunyodamiz? Biz bu hayotda sinovdan o'tish uchun yashaymiz. Bizning sinovimiz Allohga itoat qilish, solih ishlarni bajarish orqali jannatga sazovor bo'lish yoki unga itoatsizlik qilish. Agar kimdir mendan eng muhim narsa, ya'ni e'tiqodimni tortib olishga urinsa yoki menga ikkilantiruvchi ma'lumotlarni aytsa, yetarlicha bilimga ega bo'lmasligim mumkin. Shunday ekan, nega siz odamlardan so'rash o'rniga olimlar bilan bu masalada gaplashmaysiz? Men islomni tark etishingizga undayapmanmi? Yo'q, unday demayapman. Men shunchaki islomni tark etgan odam sifatida gapiryapman. Agar siz bilan yaqin bo'lsak yoki siz oilam a'zosi bo'lsangiz va menga kelib men islomni tark etdim desangiz, birinchi savolim nega deyman. Keyin siz sabablaringizni aytasiz. Bu sabablar faqat sizga emas, balki menga ham ta'sir qilishi mumkin. Men aynan shu haqida gapiryapman. Kimdir islom dinini tark etib boshqalarga ham aytsa, bu endi shaxsiy masala hisoblanmaydi. Endi islom jamiyatidagi amaliyot haqida nazariy jihatdan gaplashsak, kimdir islomni tark etadi, lekin bu haqida hech kimga aytmaydi. U holda unga qanday jazo qo'llash mumkin? Hech qanday. Aslida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida ham jamiyatda munofiqlar bo'lgan. Ular o'zlarini mo'min qilib ko'rsatishgan, lekin aslida kofir bo'lishgan. Alloh payg'ambarimizga ularning ro'yxatini vahiy orqali bildirgan, lekin u zot ularni jazolamagan. Xo'sh, Nega ularni jazolamaganligini bilasizmi? Chunki biz faqat oshkor qilganlargagina gapira olamiz. Agar kimdir jamoatchilik ichida ochiqchasiga fitna chiqarib, islomni tark etdim yoki bu xato din deb aytsagina, biz unga nisbatan munosabatimizni bildira olamiz. nega fikrlardagi tafovut o'lim bilan jazolanadi? Men fikrlashdagi farq o'lim bilan jazolanadi demayapman. Men aytayotgan narsa shuki, islomdan chiqish o'lim bilan jazolanadi. Lekin men sizga bu jarayon bosqichma-bosqich qanday amalga oshirilayotganini tushuntiryapman. Biz hali suhbatimizni yakunlamadik. Ozroq sabr qilsangiz, chunki bu narsa biroz vaqt oladi. Shunday qilib, men sizga turli xil holatlarni keltirib beryapman. Aytayotganlarimni tushunishingiz kerak. Islomiy davlat sharoitida agar kimdir jazodan qo'rqsa va islomni tark etganini yashirsa, unga hech narsa bo'lmaydi. Muammo shundaki, ular ochiqchasiga e'lon qilib omma oldida islomni tark etdim desa, hukumat darhol uni o'ldiradimi? Yo'q, bunday bo'lmaydi. Bir jarayon bor. Bu jarayon tavbaga chaqirish deyiladi. Bu jarayon kamida 3 kun davom etishi mumkin, ba'zan 20-30 kungacha ham cho'zilishi mumkin, lekin kunning ahamiyati yo'q. Aksincha bo'lsa, ya'ni tavba qilmasa-chi? Shu vaqt ichida inson chaqiriladi. Unga qanday sabablar bilan islomni tark etdingiz deya savollar beriladi. 1, 2, 3, 4, 5 sabablar sanaladi. Keyin unga oqilona javoblar, dalillar va tushuntirishlar beriladi. Agar u yo'q, men qaytmoqchi emasman, islomni tark etaman desa va u yashayotgan yerda islomni ochiqcha tark etish o'lim bilan jazolanishi belgilangan bo'lsa, unda shunchaki bu qonun bajariladi. Biz yaratuvchining buyruqlari bilan o'yin qilmaymiz. Ana endi sizga bir savolim bor. Sizga savolim shuki, nima yaxshi yoki yomonligini qanday aniqlaysiz? Va hozirda shu haqida o'ylayapsiz va bu masalaga his-tuyg'u bilan yondashyapsiz. Men bunga hissiyot bilan yondashayotganim yo'q. Unda qaysi nuqtai nazar bilan yondashyapsiz? Menimcha biz har kimning qarashlariga hurmat bilan yondashishimiz kerak. Nega? Chunki siz va men teng huquqlimiz. Shunday emasmi? Buni kim aytdi? Bilmayman. Hech qisi yo'q. Hozir sizga tushuntiraman. Sizni masalaning asosiga olib kelyapman. Axloqiy qonunlarga keladigan bo'lsak, ya'ni axloqiy qonunlar yoki axloqiy hukmlar uchun obyektiv mezon bo'lish kerak. Masalan, musulmonlar uchun bu shart emas. Buni aytmoqchi emas edim, uzr. Sizni xafa qildim shekilli. Xavotir olmang, men ranjimayman. Lekin bu faqat islom bo'lishi shart emas. Agar kimdir
Men islom bo'lish shart demayapman. Men sizdan nima uchun axloqiy mezon shunday bo'lishi kerak deb so'rayapman. Qarang, ta'rifiga ko'ra obyektiv mezonlar Xudodan kelishi kerak. Agar u shaxsiy fikrlarga asoslansa, u subyektiv bo'lib qoladi. Chunki u cheklangan aql idrokka asoslangan bo'lib qoladi. Xudo insonlar bilan qachon gaplashishini bilolmaysiz. Yaxshi, unda biz siz bilan Allohning mavjudligi haqida gaplashishimiz kerak. Bu butunlay boshqa mavzu. Agar siz ratsionalistik paradigma haqida gaplashmoqchi bo'lsangiz, aytmoqchimanki, Allohsiz biz insonlar subyektiv axloqqa ega bo'lamiz. Nega subyektiv? Chunki ta'rifga ko'ra bizning cheklangan aqlimiz, bilimimiz va tajribamiz subyektiv qiladi. Allohning axloqi esa obyektiv, chunki odamlar Xudo deb ataydiganlari hamma narsani biluvchi, qudratli va dodon zotdir. Ha, lekin nega, nima sababdan sizning qoidalaringiz Xudoning amri deb hisoblanishi kerak? Xudoning buyrug'i ekanini qayerdan bilasiz? Shunday emasmi? Yo'q, unday emas. Bu mening talqinim emas. Sizga aytganlarim Allohning so'zlari. Payg'ambarimiz bu jazolarni shaxsan o'zi qo'llagan. U qaysi vaziyatda nima qilish kerakligini belgilab bergan. Aytayotganlarim hech qachon mening talqinim bo'lmagan. Masalan, sizga munofiqlar haqida gapirganimda payg'ambarimizning hayotidan amaliy misol keltirdim. O'lim jazosi haqida gapirganda esa ularning qonini to'kishga ruxsat berilgani haqida payg'ambar aytgan 3 turdagi odamni eslatdim. Shunday ekan, men o'z fikrimni emas, balki Allohning ilohiy vahiysi haqida aytyapman. Ha, lekin siz Allohning vahiyi Jabroil farishta orqali yetkazilgan deb taxmin qilyapsiz. Taxmin qilmayapman, buni aniq bilaman. Bu taxmin? Yo'q, taxmin emas. Siz mendan nega bunga ishonasiz deb so'rashingiz mumkin. Shunda men sizga tushuntirib beraman. Lekin gap shundaki, siz menga islomiy paradigmadan kelib chiqib savol berdingiz. Demak, siz islomiy paradigmaga haqiqat sifatida qarashingiz kerak. Agar mendan islomiy javob kutayotgan bo'lsangiz, unda savolni tub mohiyatdan boshlash kerak. Birinchidan, men sizning Xudoga ishonish yoki ishonmasligingizni bilmayman. Biz shundan boshlashimiz kerak. Sizningcha Xudo bormi yoki yo'qmi? Bilmadim. Yaxshi, unda jazolar haqida emas, avval shu haqida gaplashishdan boshlaymiz. Chunki siz menga avvalroq islomga qiziqish bildiryapman degandingiz. Shuning uchun allaqachon Allohga ishonsangiz kerak deb o'ylagandim. Bu murakkab masala. Shuning uchun ham men asosdan boshlamadim. Ammo odatda kimdir mendan so'rasa, avvalo nasroniy yoki boshqa dindanmisiz deb so'rayman. Siz yo'q dedingiz. Demak, biz avvalo Allohning mavjudligi masalasidan boshlashimiz kerak. Agar Allohning mavjudligi isbotlansa, unda Alloh nimani to'g'ri yoki noto'g'ri deb belgilashi ahamiyatlimi? Yo'q. Xudoning bor yo'qligi bitta mavzu. Ha, Shundan keyin boshqa mavzuga o'tamiz. islom to'g'ri yoki xatoligiga. Ha, shunday. Bu din to'g'rimi yoki boshqa din to'g'rimi degan savol tug'iladi. Aslida hech biri to'g'ri emas. Ammo bir Xudo bor va u hali ilohiy sifat kasb etmagan, hali noma'lum. Gaplaringizga qo'shilaman. Boshqa masala bo'lganda ham qo'shilardim. Lekin men Xudo agar mavjud bo'lsa va u qayerda, nima desa ham, bu obyektiv axloqiylik hisoblanadi deyapman. Ha, agar siz Xudoning mavjudligini isbotlay olsangiz. Ha, albatta, men buni isbotlashga harakat qilyapman, to'g'rimi? Agar Xudo mavjud bo'lsa, u nima desa, o'sha narsa obyektiv tomondan axloqiy hisoblanadi. Mening his-tuyg'ularim, mantiqiy fikrlarim yoki irratsionallik muhim emas, chunki bu masalada men hal qiluvchi emasman. Bizni yaratgan zot bizni yaxshiroq biladi. Endi yaratuvchining borligiga to'xtalamiz. Sizga oddiy savol beraman. Nimadir mutlaqo hech narsadan paydo bo'lishi mumkinmi? Ha, men bu haqda bilaman. Sababiyat, to'g'rimi? Men sababiyat haqida gapirmadim. Ha, qanday dalil keltirmoqchi ekanligingizni bilaman. Men kalam kosmologik argumentini keltirmadim. Aslida men shunday deb taxmin qilgandim. Bu dalilni bilaman. Ammo men buni keltirmadim. Lekin mayli, muammo yo'q. Har holda siz shuni aytmoqchisizki, har bir narsa nimadandir yaratilgan va ortida albatta bir sabab turadi. Yo'q, men bunday demoqchi emasman. Bu ham bir dalil, lekin mening dalilim bundan oddiyroq. Shunchaki so'rayapman, mutlaqo hech narsadan nimadir paydo bo'lishi mumkinmi? 0 ga 0 qo'shsak nima bo'ladi? Nazarimda yo'q. Yo'q. Haqiqiy hayotda bu imkonsiz. Chunki yo'qlik bu hamma narsaning va har qanday narsaning yo'qligi, to'g'rimi? Agar yo'qlik degani hamma narsaning yo'qligi bo'lsa, unda biror narsaning yo'qligi hech qanday narsani yuzaga keltirmaydi, to'g'rimi? Shunday ekan, agar bir vaqtlar mutlaq yo'qlik bo'lganida biz bugun mavjud bo'lolmas edik. Lekin hozir olam bor. Bu olamning boshlang'ich nuqtasi bor. Katta portlash bo'lgan yoki unga qanday atama bermoqchi bo'lsangiz, shunday atang. Lekin u o'z-o'zidan paydo bo'la olmaydi. Yagonalikda siqilgan energiya va materiya bir manbaga ehtiyoj sezadi.
ya'ni uni mavjud qiluvchi tashqi bir narsa kerak. Shuningdek, uni kengaytiruvchi sabab, ya'ni olamdagi qonunlarni shakllantiruvchi narsa ham kerak. Lekin asosiy narsa shundaki, siz energiya va materiyani butun olam yoki har qanday narsani faqat bitta shart bilan, ya'ni agar uni mavjud qiluvchi bo'lsagina mavjud deb hisoblashingiz mumkin. Va siz doimo bir narsa boshqa narsani yaratadi degan cheksiz zanjirni davom ettira olmaysiz. Biror narsa doimo mavjud bo'lishi shart. Nega? Keling, men tushuntirib beraman. Lekin sekinroq tushuntiraman. Aslida energiya va materiyani mavjud qilgan narsa boshqa bir narsadan kelib chiqishi mumkin emas. Chunki bunday bo'lsa, unda hech qachon boshlang'ich nuqta bo'lmaydi. Oddiy misol keltiraman. Tasavvur qiling, siz mendan biror kitob sotib olmoqchisiz, lekin men sizga kitobni berishim uchun avval boshqa bir kishidan ruxsat olishim kerak. U esa boshqa bir kishidan ruxsat olishi kerak. Agar bu jarayon cheksiz davom etsa, siz hech qachon kitobni ola olmaysiz, chunki ruxsat hech qachon berilmaydi. Demak, bir boshlang'ich nuqta bo'lishi kerak. Ya'ni biror kishi ruxsatga muhtoj bo'lmagan holda boshqalarga ruxsat bera olishi kerak. Xuddi shunday, yaratilishda ham doimo yaratilgan narsalar zanjiri bo'la olmaydi. Yaratilgan narsalar zanjirini boshlovchi, lekin o'zi yaratilmagan bir narsa bo'lishi shart. Biz buni yaratuvchi deb ataymiz. U energiya va materiyani yaratgan, mavjud qilgan. Agar u buni qilgan bo'lsa, demak olamning o'zi yaratuvchining sifatlarini aks ettiradi. Bu olamni kuchsiz yaratib bo'lmaydi. Cheksiz bilimlarsiz ham yaratib bo'lmaydi. Har bir atomning ichida shunchalik ajoyib energiya borki, uni bo'lsangiz yadro portlashi mumkin. Olamdagi qonunlar va murakkabliklar shunchalik kengki, ularni tushunish uchun tasavvur qilib bo'lmas darajada bilim kerak. Yaratuvchi vaqt va makondan xoli bo'lishi kerak. Bu shuni anglatadiki, o'tmish, hozir va kelajak bilan umuman bog'liq bo'lmasligi kerak. U biz kabi jismoniy jihatdan fizikaviy qonunlarga bo'ysunmagan bo'lishi kerak. U bino yoki biror bir moddiy narsa ham bo'lmasligi kerak. U olamni yaratdi. Odamlar Xudo deb ataydigan tushuncha shu emasmi? To'g'ri, ammo Qur'oni Karimni ilohiy so'z deb o'ylashingizga nima sabab? Yaxshi, birinchi bosqichni tugatdik. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchi bosqichda biz yaratuvchining sifatlari haqida gapiramiz. Har kim bu din Xudodan deb da'vo qilishi mumkin, lekin bu da'voni tasdiqlash uchun obyektiv dalil kerak. Musulmonlarning obyektiv dalili shuki, bu dalil insonlar bajara olmaydigan narsa bo'lishi kerak. Biz shunda bu yaratuvchidan deymiz. Chunki faqat u bajara oladigan, insonlar esa bajara olmaydigan narsa bo'lishi kerak. Keling, sizga savol beraman. Insonlar kelajakni batafsil bilishadimi? Ya'ni kelajakda nima bo'lishini oldindan ayta olishadimi? Yo'q, lekin taxmin qilishlari mumkin. Ha, insonlar bilim va tajribaga asoslanib ayrim sohalarda taxminlar qilishlari mumkin, lekin ular buni 1000 martalar takrorlasalar ham har safar mutlaq to'g'ri natija bera olmaydi. Ayniqsa o'zlari mutaxassis bo'lmagan turli xil sohalarda. Bu imkonsiz. Demak, taxminlarning ba'zilari to'g'ri chiqishi mumkin, ba'zilari esa noto'g'ri bo'ladi. Endi tasavvur qiling, siz kelajak haqida 10 ta faraz qilasiz, ya'ni bashoratlar qilasiz va bu bashoratlar Xudodan deysiz. Bu bashoratlardan ba'zilari vaqt bilan bog'liq, ba'zilari ma'lum shaxslar yoki voqealarga taalluqli bo'ladi. Va siz aytgan hamma narsa aynan siz aytgan shaklda ro'y berishi mumkinmi? Yo'q, bu imkonsiz. Albatta bo'lishi mumkin emas, chunki biz avval aytganimdek vaqt makon davomiyligiga bog'langanmiz. Biz o'tgan, hozirgi va kelajak vaqt chegaralariga bog'langanmiz. Kelajakka bevosita kira olmaymiz, faqat hozirgi zamonda bo'lishimiz kerak. Hozirgi vaqt esa albatta kelajakka o'tadi, to'g'rimi? Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam esa kelajak haqida o'nlab bashoratlar qilgan. Sizga ba'zi bir misollarni keltiraman. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam siz yalangoyoq badaviy arablarni ko'rasiz degan. Badaviylar cho'lda yashaydigan chodirlarda hayot kechiradigan odamlardir. Va yana u yalangoyoq badaviy arablarning osmono'par binolar qurishda bir-biri bilan bellashayotganini ko'rasiz degan. Bugungi kunda dunyodagi eng baland bino qaysi? Burj Xalifa Dubayda joylashgan. Aytgancha hozirgi paytda bu dunyodagi eng baland bino. Kim ular bilan bellashmoqda? Saudiya Arabistoni, yana bir arab davlati. Kuvayt ham juda baland bino qurmoqda. Ammo 50 yil oldin bu joylar faqat sahro edi. Nima sababdan bo'ldi bilasizmi? Neftmi? Ha, neft. Payg'ambarimiz yer o'z boyliklarini yuzaga chiqaradi va boylik arablar orasida mo'l ko'l bo'ladi. Ular baland binolar quradi deb aytgan. Arablar tarix davomida hech qachon baland binolar qurish bilan mashhur bo'lmagan. Ular bunga intilmagan ham. Aksincha, issiqdan qochish uchun tuproqqa chuqurlar qazib, yer ostida yashashgan. Baland binolarni rimliklar va forslar qurishgan, lekin arablar hech qachon bunday qilmagan. Ammo payg'ambarimiz buni 1400 yil oldin aytgan va hozir bu haqiqatga aylanmoqda. Shuningdek, payg'ambarimiz siz Arabiston cho'llarining yana yashil o'tloqlarga va daryolarga aylanganini ko'rasiz degan.
u yana so'zini ishlatgan. Bu nimani anglatadi? Ya'ni ilgari ham shunday bo'lgan. Ha, shunday. Demak, u hozir 2 marta ta'kidlayapti. Siz Nechun? jurnalni ochib ko'rsangiz, unda Yaqin Sharq haqida ilmiy maqolalar bor. Bilasizmi? Nechun? Dunyodagi eng yirik ilmiy jurnallardan biri. Shunday emasmi? Nature jurnali Yaqin Sharq haqidagi tadqiqotlarda Arabiston cho'llarining yashillanishi yoki cho'llarning yashillanishi mavzusini ko'targan. Yo'q, kechirasiz, bu NASA maqolasi edi. Ular Arabiston cho'llarining tarixini o'rganib, bu hududda fil, kit kabi faqat suv mo'l bo'lgan joydagina yashashi mumkin bo'lgan hayvonlarning qoldiqlarini topilganini ko'rsatgan. Agar bu hudud avval suvga boy bo'lmaganida, bu hayvonlar u yerda yashay olmagan bo'lardi. Shuningdek, sun'iy yo'ldosh orqali o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida 10 mingdan ortiq qadimiy qullarning izlari topilgan. Bu ma'lumotlarni Muhammad sallallohu alayhi vasallam qanday bilishi mumkin edi? U na qazilma qoldiqlarini o'rgangan, na sun'iy yo'ldoshlar orqali tadqiqot olib borgan. Demak, u o'tgan tarix haqida bashorat qilgan. NASA Arabiston cho'llarining yashillanishi nomli maqolada bu hudud ilgari sariq qurg'oqchil bo'lgani, endilikda esa yashil tus olayotganini tasdiqlaydi. Bundan tashqari payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam islom tarqaladigan davlatlarni nomma-nom aytgan va bular uning vafotidan keyin aynan shunday bo'lgan. U Shom, hozirgi Yaman, Iordaniya, Falastin, Suriya hududlarini aytgan. Hindiston va Pokistonda ham aytgan. Turkiya, ya'ni Konstantinopol, hozirgi Istanbulda ham aytgan. Misr va Iroqni ham. U Konstantinopol deb nomlaganmi? Ha, Lekin nega? Men o'ylardimki, Konstantinopol Sharqiy Rim imperiyasini ham o'z ichiga olgan. Lekin Sharqiy Yevropaning hammasi ham fath bo'lmadi-ku. yo'q, Konstantinopol baribir musulmonlar tomonidan fath etilgan. Bundan tashqari Shom, Livant ham Rim va Fors hukmronligi ostida edi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam faqatgina bu davlatlarni nomlash bilan kifoyalanmagan, balki musulmonlar Rim va Fors imperiyalarini mag'lub etishini ham bashorat qilgan. Fors podshohi vafot etganidan keyin bu hududda boshqa Fors podshohi bo'lmaydi. Rim podshohi vafot etgandan keyin ham bu hududda boshqa Rim podshohi bo'lmaydi deganlar. Va tarixan ham xuddi shu narsa sodir bo'lgan. Endi tasavvur qiling, bu bashoratlar oddiy arablarga qilingan. Bu xuddi bir guruh kichik davlatlar Rossiya yoki AQShni yengishini bashorat qilishga o'xshaydi. Ha, tushundim. To'g'risi men ko'proq bilishni istayman. Menimcha, ko'p odamlar islomni noto'g'ri tushunishadi. Ular payg'ambarimiz tirik bo'lgan davr emas, balki undan keyingi islom haqida o'ylashadi. Musulmonlar o'sha davrda katta sivilizatsiya markazi yoki xalq bo'lmagan. Usmoniylar imperiyasi haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, bu ancha keyinroq davrga to'g'ri keladi. Bilaman, lekin bunga ishonchim yo'q. Sizga tushuntirib berishga harakat qilaman. Nega ishonchingiz yo'q? Aytib beringchi. Masalan, nega bu yerdaman? Chunki bir musulmon yigit bilan tanishdim. U esa menga hatto nasroniy ayolga ham uylana olmasligini aytdi. U faqat musulmon ayolga uylanishi kerak ekan. Bilasizmi, buni boshida aytishingiz kerak edi. Ha, uzr. Mayli, hammasi joyida. Aslida shunday voqea sodir bo'lgan edi. Keyin islom haqida izlanishni boshladim va juda ko'p foydali narsalarni topdim. Yaxshi. Ha, lekin bu haqida bu yerda gapirib o'tirmayman. Hech qisi yo'q, tushunarli. Dinda men uchun tushunarsiz bo'lgan jihatlar bor. Dindan qaytish edi bittasi. Aha. Zo'ravonlik, jihod ham. Aha. Yana biri halol taomlar. Yana bir narsa bor edi. Hozir. Kechirasiz, bir soniya. Ha, ayollar kiyim masalasi. Aha, tushunarli. Yaxshi, gapiring, tinglayapman. Bu mening Qarashlarimga to'g'ri kelmaydi. Shunchaki buni qabul qila olmayapman. Ha, tushunarli. Lekin bu mavzularga o'tishdan oldin siz o'z hayot yo'lingiz va musulmon odam bilan uchrashganingizni aytdingiz. Bu aslida hozirgi vaziyatga bog'liq emas. Lekin men sizga bu masalalarni aytayotganligim sababi bu islomning dalillaridan faqat bittasi. Yana ko'plab dalillar bor. Agar sizga islomning ta'limotlari obyektiv axloqiy qoidalar ekanligini aytsam, bu mening shaxsiy fikrimga asoslangan bo'ladi. Shuning uchun ham sizga dalillar keltiryapman. Agar bu ta'limotlarning Xudodan ekanligini isbotlasam, ularni har tomonlama mantiqiy asoslashim shart bo'lmaydi. Agar bu Xudodan ekanligini isbotlay olmasam, unda men uni mantiqiy yo'l bilan tushuntirishim kerak bo'ladi. Lekin insonlarning mantiqi cheklangan va har kimning qarashi turlicha. Men shu fikrlarni turli odamlarga taqdim qildim, ba'zilar qabul qildi, boshqalar esa muammo deb hisobladi. Shu sababli axloqiy qoidalar bizning shaxsiy tajribamizga asoslanmaydi. Siz murtadlik qonuni haqida so'radingiz. Men unda hech qanday muammo ko'rmayapman. Nega? Chunki bu qonun faqat Allohning jazosiga rozi bo'lgan odamga nisbatan qo'llaniladi. Ya'ni inson ochiqchasiga islomni tark etganini e'lon qilishi kerak. Shuningdek, bu jarayonda unga tavba qilish imkoniyati ham beriladi. Agar u qaytib kelganini aytsa, lekin aslida musulmon bo'lib yashamasa ham hech qanday muammo bo'lmaydi. Agar buni istamasamchi, hanuzgacha spirtli ichimlik ichaman desamchi. Shuni aytmoqchiman. Bu takabburlik.
Siz bu fikrni ommaga e'lon qilish orqali boshqalarga zarar yetkazasiz, ommaga yoyasiz, g'oyangizni e'lon qilasiz. Hech kimni xafa qilmay aytsam-chi, fikrlar erkin-ku. Sizda bor yagona narsa shu, tushunyapsizmi? Ha, lekin fikringizga qo'shilmayman. Aytyapman-ku, agar biz nimanidir ilohiy qonun deb belgilasak, unda bu qonunga zid har qanday fikr avtomatik ravishda yaxshilikka qarshi bo'ladi. Agar bu qonunning Xudodan ekanligiga dalil bo'lmasa, unda men fikringizga qo'shilaman. Shunda bu bir fikr bo'lib qoladi. Siz subyektiv qarashlardan kelib chiqib gapiryapsiz. Ya'ni sizningcha fikrlar shunchaki insonlar tomonidan yaratilgan narsalar, to'g'rimi? Madaniyatim subyektiv deb o'ylayman. Umuman olganda madaniyatingiz qaysi ekanligini bilmayman. Xitoylikman. Men umumiy qilib gapiryapman. Ya'ni hammada o'z fikriga ega bo'lish huquqi bor. Men odamlar haqida emas, Allohning buyruqlari haqida gapiryapman. Endi deylik, bir inson Allohning buyruqlariga qarshi chiqsa, bu avtomatik ravishda zarar yetkazuvchi harakat bo'ladi. Chunki u insoniyat uchun mo'ljallangan yo'riqnomaga zid kelmoqda. Alloh jamiyat uchun nima yaxshi va nima zararli ekanligini biladi va shunga Bu asoslanib o'z qarorini qabul qilishni inkor etadi. unday emas. Shunday, bu o'z qarorini qabul qilishdan inkor etadi. Chunki siz hech qachon kechirasiz, ammo buni aytishim kerak. Menimcha siz hech qachon mustaqil fikrlay olmasangiz kerak. Aynan shu narsa meni o'ylantiryapti, chunki siz buni qila olmaysiz. Menimcha Xitoylik odam uchun eng oxirgi gap Xitoyda shunday deyish bo'lsa kerak. Xitoyni tanqid qila olasizmi? Aytingchi, shunday qila olasizmi? Ya'ni Xitoyda hukumatni tanqid qila olasizmi? Yo'q, tanqid qila olmayman. Xo'p, rahmat. Demak, siz fikrimni tasdiqladingiz, har qanday sivilizatsiyada ham. Xitoy jamiyati zo'r demoqchi emasman. Ha, demak, siz Xitoyni tanqid qilyapsiz, shundaymi? Yo'q, men sizni qiynab qo'yishni istamayman. Juda oddiy narsani aytyapman. Qarang, qaysi fikr bo'lishidan qat'iy nazar doimo insonlar biror narsani muhim deb bilib, unga qarshi chiqqanlarni jazolaydigan tizim bo'ladi. Hozir davlatga qarshi xiyonat qonunlari bor. Bu qilmish eng katta jinoyatlardan biri hisoblanadi va davlat bunga jazo tayinlaydi. Siz bunga rozi bo'lasizmi yoki yo'q, bu muhim emas, lekin ular agar davlatga xiyonat qilsang, seni jazolaymiz deydi. Xuddi shunday biz uchun eng katta xiyonat bu sizni yaratgan zotga qarshi chiqishingizdir. Agar kimdir musulmon bo'lib va dindan qaytsa, keyin bu qarorni jamiyat oldiga ochiqchasiga targ'ib qilsa, bu zarar keltiradi. Eng katta gunoh nima ekanligini esa Yaratganning o'zi belgilaydi. Har qanday jamiyatda muhim deb hisoblangan narsalar bor. Bu narsa yo insonlar tomonidan yaratilgan bo'ladi yoki Alloh tomonidan. Lekin men aytganimdek, bu jazo faqat musulmon davlatida amalda bo'ladi. Agar shariat bilan boshqariladigan musulmon davlatida yashasangiz, uning qonunlariga rioya qilishingiz kerak. Siz hozir yashayotgan mamlakatingizdagi barcha qonunlarga ham rozi emassiz, to'g'rimi? Men ham barcha qonunlarni yoqlamayman. Masalan, Buyuk Britaniya haqida. Barcha qonunlarga rozi bo'lmasangiz ham bo'ysunishingiz kerak. Ha, men bunga majburman. Chunki shu yerda yashayapsiz. Lekin bu yerda erkinlik darajasi islomnikiga nisbatan ancha yuqori. Men bunga qo'shilmayman. Yo'q, butunlay rozi emasman. Masalan, Amerika o'zini sivilizatsiya mayog'i, erkinliklar yurti deb ataydi. Lekin bu gaplarning hammasi safsata. Ular hozir shunday qonunlarni qabul qilyapti. Agar antisemitizm haqida gapirsangiz, qamoqqa tushasiz. U yerda LGBT haqida ular eshitishni istamagan tarzda gapirsangiz, ishdan haydalasiz yoki jamiyatdan chiqarib yuborilasiz. Men hech kimni mukammal deb atamayman. Xo'p, demak, qaysi jamiyatni olib kelishingizdan qat'iy nazar men sizga ularning ilohiy qadriyatlari borligini ko'rsataman. Liberal jamiyatning xudosi esa LGBT. Menimcha ular buni xudo deb atashmaydi. Gap Faqat nomda emas, balki ularning unga qanday munosabatda bo'lishida. Mening tushunchamda, agar biror g'oya eng yuqori darajada turib, hech kim uni tanqid qila olmasa, demak u odamlar uchun xudoga aylangan. Bunda alohida yaratganning bor yoki yo'qligi muhim emas. Bu faqat boshqacha ma'nodagi xudo. Lekin bu g'oyalar tanqidga ochiq-ku, to'g'rimi? Ular o'zgarishi ham mumkin. Yo'q, ochiq emas. Antisemitizmni tanqid qilsangiz qamoqqa tushasiz. LGBT qarashlariga qarshi chiqib gapirsangiz, ishdan haydalasiz. Xitoy hukumatini tanqid qilsangiz, xudo biladi endi nima bo'lishini. Men buni tushunaman. Yo'q, bu shunday emas. Ishdan haydalish va o'ldirilish bu ikki xil narsa. Yana bir bor takrorlayman. Siz bu jihatdan hisobga olmayapsiz. Sizni jazolashlari yoki o'ldirishlari faqat o'zingizga bog'liq. O'zingizni takabburlik bilan fido qilib, o'z g'oyam uchun o'lishga tayyorman, menga farqi yo'q, ochiqchasiga islomni tark etaman deb chiqsangizgina shunda jazolanishingiz mumkin. Ular sizga agar islomni tark etishingizni oshkor qilmasangiz, hech kim sizga tegmaydi. Lekin bizning davlatimizda siz falon narsalarni qila olmaysiz. Aks holda jazolanishingiz mumkin. Lekin biz sizga tavba qilish imkoniyatini beramiz deydi. Agar men shunchaki buni istamasamchi? Demak, siz o'lishni istagan bo'lasiz. Men shunchaki o'zimga sodiq bo'lishni istayman. Agar shariat bilan boshqariladigan davlatda yashashni istamasangiz, unda uni tark eting va boshqa joyga boring. Men buni qila olmasamchi? Yo'q, boshqa davlatlar ham bor. Qiyomatgacha nasroniylar, yahudiylar va musulmonlar bo'ladi. Biz musulmonlar bunga ishonamiz. Chunki musulmonlar Kechirasiz, bunday emas. Yo'q, ateistlar ham bor albatta. Men shunchaki aytyapman, dunyoda turli xil jamiyatlar bor, to'g'rimi? Musulmonlar, nasroniylar, yahudiylar va boshqa hamma odamlar. I wouldn't even put Christians above Jews, but that's a different story, right?
Men buni aytganim yo'q. Men nasroniylarni yahudiylardan yuqori qo'ymasdim, lekin bu boshqa mavzu. Har holda gapimizga qaytsak, islom ta'limotiga ko'ra oxirgi zamonda musulmonlar va nasroniylar birga bo'lib umumiy dushmanga qarshi kurashadilar. Bu esa shuni anglatadiki, qiyomatgacha boshqa sivilizatsiyalar va davlatlar ham bo'ladi. Agar siz shariat qonunlariga amal qilishni istamasangiz, ularga rozi bo'lmasangiz, nasroniy davlatga yoki boshqa biror davlatga borishingiz mumkin. Agar bu davlat nasroniy davlati bo'lsa, u yerdagi qonunlar bundan ham qattiqroq bo'lishi mumkin. Yahudiy davlat bo'lsa ham shunday. Chunki Tavrotga ko'ra yahudiylar va nasroniylar uchun ham shunga o'xshash yoki bundan qattiqroq qonunlar mavjud. Agar siz ateist bo'lsangiz va o'zingiz istagan axloqiy tizimni afzal ko'rsangiz, masalan, LGBTni tanqid qilmaslik yoki davlatga xiyonat qilish o'lim bilan jazolanish kerak emas deb hisoblasangiz, bu sizning shaxsiy tanlovingiz. Lekin islom shariatlariga asoslangan ilohiy davlatda ilohiy qonun hukmron bo'ladi. Kimdir menga men halol yashashni xohlayman, shu sababli o'lishga tayyorman desa, men unga bu sening tanloving birodar, o'lishni xohlasang vafot etishing mumkin deyman. Lekin o'lishni xohlamaslik yo'llari ham bor. Bu esa shuni anglatadiki, ilgari siz aytgan shaxsiy erkinlik butunlay yo'q qilinmagan. Yo'q, erkinlik butunlay olib qo'yilgan. Yo'q, olib qo'yilmagan, chunki odam xohlasa o'ldirilishdan qochishi mumkin, hatto islomni tark etgan bo'lsa ham. O'zim to'g'ri deb bilgan narsadan voz kechishimga to'g'ri keladi. Qayerda voz kechish bor? Faqat uni ichingizda saqlashingiz kerak. Demak, baribir voz kechgan bo'laman. Qanday qilib voz kechasiz? Chunki men o'zim ishonadigan narsani amalda bajarmayapman. Yo'q, o'z e'tiqodingizga amal qilasiz. Masalan, endi kuniga 5 vaqt namoz o'qimaysiz. Ya'ni shariat davlatida islomni tark etgan bo'lsangiz ham yashashingiz mumkin. Lekin men hanuz shunday madaniyat ichida yashayman. Atrofimdagilar Ramazon ro'zasini tutishadi, namoz o'qishadi, lekin men buni qilishni istamayman. Xo'p, unda nimani xohlaysiz? Bilmadim. Jamiyatni tark eting. Ko'ryapsizmi? Siz mantiqan fikr yuritmayapsiz. Agar shunchaki buni ommaga e'lon qilmoqchi bo'lsam, ya'ni ishonmayotganligimni aytsam-chi? Xo'p, demak siz qonunni buzmoqchisiz. Qonunni buzganlik uchun jazo bor. Gap shunchalik oddiy. Men sizga aytayapman, bu tanlov. Hech kim sizni islomga majburlamaydi. Xohlasangiz islomdan chiqib, ichingizda saqlab yarashishingiz mumkin. Xohlagan narsangizni qilishingiz mumkin. Agar jinsingizni o'zgartirib kartoshkaga aylanishni istayman desangiz ham, bu bizning ishimiz emas. Odamlar xohlagan narsasini qilishlari mumkin, ammo biz shariat davlati haqida gapiryapmiz. Bu yerda qonunlar bor. Alloh jamiyat uchun nima foydali va nima zararli ekanligini biladi. Biz bugungi kundagi misollar orqali buni ko'rib turibmiz. Bu borada oxirgi narsa, bugungi kunda islomni tark etgan odamlar bor. Ular har yerda paydo bo'lishmoqda va endi bu ularga bir kasb bo'lib qoldi. O'zlarini sobiq musulmonlar deb atashadi. Ijtimoiy tarmoqlarda islom va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qarshi so'zlab yurishadi. Musulmonlarni islomdan chiqishga undashadi. Gap faqat erkin fikrlashda emas. Ular islomni va dinning o'zini yomon ko'rishadi. Imkon qadar ko'proq odamni undan uzoqlashtirishga harakat qilishadi. Alloh inson tabiati va ularning qanday bo'lishini biladi. Bugungi kunda ular jazolanishmayapti. Shuning uchun odamlar ularga men islomga qarshi gapiryapman, hayotimdan qo'rqyapman, menga yordam uchun pul yuboring deb iltimos qilishmoqda. Onlaynda shunday odamlarning o'nlab kanallari bor. Islom bunga yo'l qo'ymaydi. Chunki jamiyatda uyg'unlik bo'lishi kerak. Ertaga farzandingiz kelib, "Otajon, men kartoshkaga aylanmoqchiman, jismimni o'zgartirmoqchiman" desa, u bilan gaplashishingiz kerak bo'ladi. Bu fikr qayerdan keldi deb so'rasangiz, men ateistlarning ijtimoiy tarmoqlardagi videolarini ko'rdim deydi. Bugungi kunda bunday holatlar juda ko'p uchraydi. Islomiy davlatda esa bunday bo'lmaydi, chunki u jamiyatda uyg'unlik saqlanadi. Agar kufr keltirsangiz, o'zingizning hayotingizni davom ettirib yashaysiz va oxiratda jazoga duchor bo'lasiz. Chunki islom haqiqat va men bunga dalillar keltirdim. Jazodan qochib qutula olmaysiz. Bu dunyoda jazolanmasangiz, oxiratda albatta jazolanishingiz aniq. Agar siz yo'q, islom haqiqat emas desangiz, unda vafot etganingizdan so'ng haqiqatni ko'rasiz. Men sizga shunchaki gapiryapman. Chunki bu masalada aniq hali xulosaga kelmagansiz. Men taqdim etgan dalillar mantiqiy edi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning haqiqat ekanligini ko'rsatadigan dalillar edi. Shundaymi? Yoki bu shunchaki mening fikrimmi? Yo'q, bu mening shaxsiy fikrim emas. Bu shunchaki bitta misol edi. Bu sizning fikringiz. Nima mening fikrim? Bu shaxsiy fikringiz emas. Xo'p, bu gap mantiqsiz bo'lib ketdi. Mayli. Boshqa qanday savollar berayotgan edingiz? Murtadlik haqida so'ragandingiz. Yana nimalarni bilmoqchisiz? Yo'q, menimcha yetarli. Xo'p, yaxshi. Men shunchaki murtadlik haqida gaplashmoqchi edim. Xo'p, yaxshi, muammo yo'q. Sizga rahmat. Ismingiz nima? Mening ismim Muhammad. Tanishganimdan xursandman. Sizga katta rahmat. Arzimaydi, o'sha yigit haqida tashvishlanmang. Kim haqida? Ha, o'sha odam haqida umuman o'ylamang. Inshaalloh bu unchalik muhim emas. Muhimi o'zingiz, oxiratingiz. Aytdim-ku, narsalarni shunchaki shaxsiy qarashingiz bilan baholamang. Aslida biz oxiratga ishonmaymiz. Men dunyoviy qarashlarda tarbiyalanganman. Sizga aytayotganim ham shu edi. Gap sizning nimaga ishonishingizda emas, balki haqiqat va yolg'on orasidagi farqda. Bu esa dalillarga asoslangan bo'lishi kerak.
Men kelajakdan ko'ra bu hayotda qanday yashashim kerakligini o'ylayman. Ha, lekin bu hayotda qanday yashashingiz kelajakda nima bo'lishini belgilaydi. Men bu haqda bilmayman. Isbotlab berishingiz kerak. Albatta. Lekin hech kim isbotlab bera olmaydi. Chunki hech kim u hayotda yashab ko'rmagan. Albatta, lekin bu fikr yuritmayotganingizni bildiradi. Chunki men dalillar keltirganimda biz boshqa mavzuga o'tdik. Ya'ni musulmon bo'lgan odam haqida gaplashdik. Men sizga ko'proq dalillar bera olaman, lekin siz bunga ochiq emassiz. To'g'rimi? Kechirasiz. Yo'q, hechqisi yo'q. Menimcha siz o'zingizga savol berishingiz kerak. Aslida hech qanday dalillar yo'qmi yoki siz u dalillarga qarashni istamayapsizmi? Mayli, nima bo'lganda ham baribir siz bilan suhbatlashish yoqimli bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa istalgan vaqtda berishingiz mumkin. Rahmat. Mayli, xayr, sog' bo'ling.